Assalomu alaykum. Tez shoshilamiz bu nejloyimiz chunki srochniy narxlarda sotilib ketyapti. Kvadratlarini, lokatsiyalarini, hamma ma'lumotlarni berib o'taman, faqatgina oxirigacha ko'rsangiz. Bu nejloyimiz 192 kvadratdan iborat bo'lgan 6 xona, 7 etajli 3-etajida nejloyimiz sotilyapti. Mebellarni hammasi holati faqatgina ishlab turgan arendatori bor. Xohlasa arendatori bilan beriladi, xohlasa yo'q desa o'sha kuni bo'shatib beriladi. Faqatgina o'zining texnikasini, apparatlarini olib chiqib ketadi, mebellari qoladi. Bu nejloyimiz srochniy narxda sotilayotgani uchun bunaqa nejloy topish qiyin. Lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Chorsuv bozorining yonidagi Florensiya to'yxonasining yonida nejloyim sotilyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 260 ming bo'ladigan narx deyilyapti. Bunaqa lokatsiyadan bunaqa nejloy topish